Assalomu alaykum. Kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Isfandiyorning Inqiroz yoxud Generallar o'yini nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Inqiroz yoxud Generallar o'yini romani 80-yillarda xalqimizning boshiga tushgan mudhish ko'rguliklar haqida hikoya qiladi. Qatag'on davrining qotillari, qurbonlari va shu qurbonlar huquqini, millat sha'nini himoya qilgan mard insonlar kurashi asarda ochiq-oydin mufassal injo etilgan. O'ylaymizki, asarni o'qiganlar istiqlol naqadar azizligini, vatan xo'rligi naqadar buyukligini yanada terangroq his etadilar. Yozuvchining romandagi ayrim so'zlari Farg'ona, Buxoro va Toshkent shevalarida talqin qilingan